Usta aka, ashkat yo'ldan nechta o'rnatib ordingiz? Faqat to'g'risini ayting aka. Nari 30 kilovatlilar bilan Xudo xolasa bir xil ishlab chiqarilgan. Nechta qo'ygansiz narigindan? 20 tadan o'tdi. Xudo xolasa mana shu usta akamiz ashkat yo'llarimizdan Namangan viloyatiga ashunchasini o'rnatib olishgan mana. Bugun ham Xudo xolasa 4 tasini olib ketishyapti. Namangan viloyatiga kacholimiz mana. 4 ta olib ketishyapti. Xo'p, 3 tasi bir yil yangi ishlab chiqargan kacholmizdan, bunker kattaroq. Bittasi eski variantdan mana. Xudo xolasa Zebur brendida kachollarimiz Namangan viloyatiga ketyapti mana. O'zlari avtomashinalarda olib ketishyapti. Kachollarda muammo yo'qmi aka? Muammo yo'q. Bu egalar qilsa, bu egalari o bir olib ketganingiz yo'q-a, u 2-3 ta qishdan beri olib ketyapsiz, ha? O'zi klientdan jo'natdimiz, kecha olib ketishganmiz ularga. Adres berib qo'ydi, logotip tashlab qo'ygan. Bo'ldi. Kelib ketsangiz, bizga shu shartmi? Bo'ldi. Xuddi shu akamizning mahallalaridan yana klientlarimiz kelgan, o'sha akalarimizga ham hozir ishlarini bitiramiz. Biz manzilni so'raganlar uchun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida ko'mirli kachollar markazida bunkerli, rossiyskiy, turistskiy har xil ko'mirli kachollar bor. Bemalol zakaz qilib, hozir avgust oyida turibmiz. Nalichi sotuvda tayyor paytda olib qolinglar. Kim kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. 12 ta viloyatga dastavkasini qilib beramiz. Usta aka, yaxshi kunlarga ishlatinglar. Sog' bo'linglar. Qaysi kattol narxi kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz.